internetda trendga chiqayotgan va juda ham keng tarqagan namozda yoki Qur'onni mutlaqo tilovat qilishlikda mana bu oyatlar bilan tilovatni boshlashlik joiz bo'lmagan Shayx Yasir Dosariyning mana bu tilovati. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ innakum idhal khosirun. Agar sizlar o'zingizlarga o'xshagan basharga, ya'ni gap payg'ambar haqida ketyapti. Mana bu insonlarda o'zlaridan bo'lgan payg'ambarga itoat qiladigan, ergashadigan bo'lsanglar, unday bo'ladigan bo'lsa, sizlar batahqiq ziyon ko'rguvchilar sizlar degan oyat. Chunki kimdaki mana bu oyatlar bilan tilovatni boshlaydigan bo'lsa, go'yoki mana bu gap Allohning gapidek ko'rinadi tashqaridan. Shunga binoan Qur'on ulamolari mana shu kabi oyatlar bilan Qur'onni boshlashlik qabih bo'lgan ibtidolardan deyiladi, ya'ni xunuk boshlashlikdan deyiladi. Shunga binoan bunday oyatlar bilan boshlashlik joiz emas deyshadi. Haqiqatan ham Shayx Yasir Dosariy mashalloh mana bu oyatlarni juda ham go'zal ravishda ado etgan. Va kimdan-kim Shayx Yasirdaqa go'zal maqomiga yetkazib, taqlid qilib o'qiyman desa, biz aytamizki bismillah. Va lekin mana bu yuqoridagi bitta oyat tevadan o'qsa, maqsadga muvofiq bo'ladi deymiz. Alloh taoloning oyati: "Va qalal mala'u min qawmihi allazina kafaru." Va u payg'ambarning qavmidan bo'lgan, kufr keltirgan, ya'ni kofir bo'lgan zodagonlar dedi deb turib oyatni boshlasa, pastdagi gap ham, pastdagi oyat ham bu kofirlarning gaplari ekanligi ma'lum bo'ladi. Allohu a'lam.